Vitamin C'da qanday qilib master-klass o'tkazishimizni ko'rsatib beraman. Mana bu guruch. Guruch bu oddiygina magazindan olgan, o'zimiz ishlatayotgan guruchimiz. Ozginagina qo'shdim. Mana guruchni nimaga qo'shib oldim. Endi mana bu yod oldim. Bu yodni biz ovqatlar yeymiz, hamma narsalarni yeganimizda organizmimiz uje yeb ichganimiz sari qorayishni boshlaydi-da. Men boshdan tayyorlab qo'ydim. Mana guruchni soldik, uje biz o'sha ovqatlarni yegandek yeyishni boshladik. Mana guruch qanday holatga keldi? Men ko'rdinglarmi? Qop-qora bo'ldi. Sababi biz ham ovqatlanganimizda, yeb ichganimizdan ichki organizmlarimiz mana shunday holatga tushib qoladi. Kelib qoldi. Bizning ichki organizmlarimiz ham xuddi shu ahvoldamizda. Biz bilmaymiz, har kun choy ichamiz, har xil ovqatlarni yeymiz. Organizmimiz mana shunday holatga, har bir ichaklarimiz ham shu holatga tushadi. Endi bunga suvni aralashtiraylik. Bu suv bizning ichakkan choylarimiz deylik. Mana. Bu bizning ichimizni holati. İçimizi holati. Yo'q, ondan gipolaf chiqarganmi deylarmiki? Yo'q. Ichida nimalari bor? Endi vitamin C'da ko'rasizlar qanchalik foydaligini. Mana vitamin C'da oldim. Mana bunday kapsulada bo'ladi. Mana shunday idishda bo'ladi. Buni mana shu suvimizga qo'shamiz. Bu bizning ichki organizmimiz deb tasavvur qilaylik. Ikkita paketga gipolaf chiqardim. Mana shuni ozginasini qo'shaman. 3 dan 1ni ham daja mana. Qolgani bu yerda qoladi. Vitamin C'da qo'shdik. Mana bu yog'i qoldi qo'limda. Endi mana shu vitamin C bilan organizmimizni tozalaymiz. Mana ko'ryapsizlarmi? Vitamin C'da qo'shdim. Bu ichki organizmimizni qanaqa zo'r qilib tozalab beradi. Biz mana shu narsani tavsiya qilishimiz kerak. Mana o'sha ichki organlarimiz mana shunday bo'lib tozalanishni boshlaydi qizlar. Даже guruchlar oppoq holatga kelib qoladi.